Jigar, bitta shunaqa qurtobaga eramasangiz bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Instagram relisidan shu ovqat chiqarib juda ishtahamni ochardi va o'zim ham tayyorlab ko'rdim. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, siz ham o'rganib olasiz. Bu ovqat men o'ylagandan tez tayyor bo'ladigan ovqatlardan bittasi ekan. Go'shtni kubik qilib to'g'rab oldim va piyoz, pomidor hammasini kubik qilib to'g'rab olib, yog'ida past olovda yaxshilab qovurib, piyoz, ketidan pomidor va ziravorlarni berib, suv solib, daqiqaga yopib dimlab qo'ydim past olovda. Go'shtimiz pishguncha qurtobasini tayyorlab olamiz. Maydalangan qurt, sutni va suvni yaxshilab aralashtirib, ta'bga ko'ra tuz qo'shiladi va biroz oldin tayyorlab qo'ysangiz qurtlar yaxshilab erib turadi. Piyoz va artilgan bodringni va pomidorni yaxshilab to'g'rab, ko'kat aralashtiramiz. Va qurtobani haqiqiy fishkasi o'sha nonlari. Men nonni Korzinka magazinlaridan oldim. Sizlar ham bemalol o'shatdan olsangiz bo'ladi. Maydalangan nonni ustiga tayyor bo'lgan qurtobamizni va salatlarimizni eritilgan saryog'ni ustiga quyib, 40 daqiqa pishgan go'shtlarni ustiga sochib, bemalol mazza qilib qalampirlar